Koreyda o'z obunachilari uchun maxsus shunaqangi zo'r Equinox topib qo'ydim. Ko'rasiz-ku, mazza qo'rasiz. Chunki hozirgi kunda mashina bozorga chiqasiz-ku, Malibu Premier bilan Equinoxning narxi umuman tushmayapti. Buni qarang siz do'stlar. Mashinani turishini qarang, haqiqatan ham hozir trendda, to'g'risi, trendda desak bo'ladi. Toshkentga bordim. Balki Toshkentda shunaqangi hurmati baland. Bu bilan Malibu Premierda buni qarang, 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari absolyutno top-toza. Kapotda bir dona ham tosh topolmaysiz. Bemalol kelasiz do'stim, ustaga borasiz, kraskasini tekshirasiz, motorlarni hamma joyini ko'rsatib, keyin pul sanaysiz. 2023-yilda ishlab chiqarilgan kraskalar absolyutno toza, balon diska holatiga bitta ahamiyat beringizlar. Balonning holatlari zo'r, sizga 1 yil yana xizmat qilib beradi, tonirovkaga ruxsati ham bor. Salonni ichini ochib ko'rsataman-ku, mazza qo'rasiz. To'g'ri, bu salafan qilinmagan, pachka qilinmagan, lekin sostoyaniyasi o'shanga javob beradi. Faralarni ham qarang, qanday turibdi. Holat o'zi 5. Obormaysizki, xato ish qilgan bo'lasiz. Bu AVda onlayn arqa tortadi, lekin ikkinchi pozitsiya. Birinchi pozitsiyasida faqat onlayn tortadi, orqa tortmaydi. Uchinchi pozitsiyada polni bo'ladi, AVDC ham bo'ladi, hidab emas, mana bu sensori bo'ladi, keyin passajirskiy sideniyada elektronniy bo'ladi. Abduf ham bo'ladi. Bunda abagrev sizdeni bor, lekin abduf yo'q. Lekin AVda bor. Mazza qilasizmi, qarang. Bunga baho bering. To'g'ri, yuvdirtirib, toza qilib obzor olmayapmiz, lekin mashinaga tushungan odam bittada biladi. Bittada shunday keladi, mashina haqiqatan ham zo'r, idealniy sostoyaniyda. Chunki yili 2023-yil. 23-yil Equinoxlar narxi hozirgi kunda bozorda nech pul bilasizmi? Bozorda so'ralib o'tiribdi 30 ming, 31 ming, 32 ming. Arzon topsangiz agar 28 ming, 29 ga topasiz. Bizani Elonda 27 mingdan ham pastga окончательный narxini to'g'rilab qo'ydik. Keling, orqasini ham oling, buni qarang. Mana orqasini ham ko'rsangiz, apshipkalariga baho bering, qirilib, chaqqa-chuqqa bo'lib yotmagan. Sidenkalarning holati ham a'lo darajada turibdi. Orqasini ko'rsatsam, vobshe mazza qilasiz. Chunki zapaskalari absolyutno tushmagan. Kim bo'p? Siz bo'pti. Buni oling, haydang. Mana zapaskalari absolyutno tushmagan. Holat nomer 1. Holat zo'r. Qarang, ходовой полностью mers ходовой qilingan. Passajir tomon mana shu amortizator mo'y qo'yargan. Buni agar kelishib olsak to'g'rilab boramiz. Narxini qarang. Narxini belgilab qo'ygan joyimiz $26,800. Kami yo'q, savdosi yo'q. Agar sizga ma'qul kelsa, kelasiz, hamma joyini tekshirtirib, $26,800 ga olmoqchi bo'lsangiz, telefon qilib uchrashing, o'zim kelib, полностью hamma narsasini birga ko'rsatamiz, lekin oxirgi savdosi $26,800. Pastiga berilmaydi. Chunki vaqtida 27 ming ham berilmagandi, hozir endi yigit pastiga ham berishga rozi. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Aloqaga chiqingizlar, sog' bo'linglar.